Iroqdan chiqqan ahli sunna ko'z yoshlari. Bizga Iroqdan qo'ng'iroq bor. Iroqdagi birodarim, sizni eshitamiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ahlan va sahlan akhi Karim min al-Iraq. Tafadhal. Sizga va Sheyx Zohbi Hammadga Allohning rahmati bo'lsin. Uzoq vaqtdan beri sizga bog'lanishga harakat qildim, lekin Alloh taqdirga yozmagan ekan ulana olmadim. Sizlardan iltimos, menga ozgina vaqt bersangizlar, gaplarimni gapirishimga. Ey birodarlarim, men sizlarga Bag'doddan qo'ng'iroq qilyapman. Bag'dod, seni nima aybing bor edi? Bag'dodning qiymati qanday edi-ya? Seni ko'zlaring baxtsiz bo'ldimi Bag'dod? Ha, afsuski shunday. Men Iroqdan qo'ng'iroq qilyapman. Birodarlarim, Misrda Bag'dod uchun yig'layotgan ko'z yoshlar bormi? Qayg'u chekayotganlarga va qattiq qiynoqqa solinganlari uchun tanasi kaltaklanganlarga yordam berishni istardim. Sheyx Muhammad, minglab ayollar va erkaklar ahli sunnatlar menga murojaat qilishadi. Ularning menga ishonchlari baland bo'lgani uchun javobgarlikni menga berishadi. Agar ular musulmon bo'lgan odamlarni o'ldirsalar, vayron qilsalar, bizga kim yordam beradi? Unda bizni shafqatsizlik va qiynoqlardan kim qutqazadi? Ayollarimiz qamoqqa tashlanmoqda, ahli sunna ummatlari o'ldirilmoqda. Ya Rasululloh, sizga va diningizga ixlosimiz baland. Soqollar yoqib yuborilgan, oqsoqollar otilgan va olov yoqib kuydirilgan. Ancha keksa yoshda bo'lganlarni orqalariga ovchi qurollarida urishgan. Meni ham ular qiynoqqa solmoqdalar. Ular xohlashgani uchun yolg'on gapirib Oysha onamizni la'natlaymiz va mening otam Abu Bakr roziyallohu anhu ni ham. Mening otam, bu dunyoda qaysi yuz bilan yashayman? Soqolimga axloqsizlik qilishadi. Birodarlar, ahli sunna birodarlarimizni u yerda rafziylardan bizni qutqazinglar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmati, dinning nochorligi islom, bizning ayollar o'g'irlab ketilgan, ahli sunnaning hurmati va sharafi. Ular ahli sunna bo'lgan musulmonlarni yo'llarda to'xtatishadi va bizni tiriklayin yoqishadi. Chunki oramizda Abu Bakr, Umar va Usmon ismli musulmon birodarlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalari kabi ismlari bo'lgan odamlarga shiyalar shunday deydi: biz uchun Oysha roziyallohu anhu onamizni haqorat qil deyshadi. Haqorat qilishni rad etganimizda ular bizning barmoqlarimizni kesib tashlashdi. Ey sheyx, men o'zimga yuklangan javobgarlikni topshirdim. Alloh guvoh, men omonatni topshirdim. Men zo'rlangan yosh qizni ko'rdim. U menga